Assalomu alaykum do'stlar. Namanganga rayhona shifoga keldik. Davolangani, Xudoga shukr, ancha shifo topdik. Foydasi bo'ldi. Ari terapiyasi bor ekan bega. Ari terapiyaga kirib birinchi marta ari cho'qtirdik. Bilagim shu yelkamdan pastgacha og'riydi. Bir choqqani o'ziga yarim soatdan keyin og'rib qoldi. Qo'llarim qizib, Xudoga shukr. Ancha foyda. Ancha foyda topdi. Ancha foyda topdi, Xudoga shukr. Arining foydasi ko'p ekan, Xudoga shukr. Akam bilan ikkalamiz kirib ari cho'qtirdik. Hozirga cho'qtirdim, ancha foydasi bo'ldi, Xudoga shukr. Yomon emas. Ari terapiya foydasi katta ekan inson uchun. Shu nima ham deymiz yana. Akam cho'qtiribdilar. Men natijani ko'rdim. Qo'llari og'rib turdi. O'sha chaqtirgan zamonda yaxshi bo'lib qoldi. Shundan keyin men ham belim og'rib turdi, men ham qo'ydirdim. Meniki ham yaxshi natija berdi. Araga chaqtirgan ma'qul ekan. Tabiiy o'kol-po'kildan yaxshi ekan. To'g'rimi? To'g'ri. Bundan kelishdan oldin ukol oldim. Og'rib qolmadi. Bir haftacha ukol olib, lecheniya oldim, og'rib qolmadi. Kelib birinchi choqishdi o'ziga, oyog'imdan probadan o'ziga birdan og'rib qoldi, Xudoga shukr.